Assalomu alaykum do'stlar. Darsimizning davomini o'tsak, oldingi qatim biz darsimizni xato so'zlab qo'yib, a'zochilik qusurimizni qo'shimiz deb nimani qo'shyapmiz a? Ism o'zgarish qusurimizni hamda mush a'zochilik qusurimizni qo'shib bitildi. Bu qusurimni men tayyorlab qo'ydim. 30 darsga men buni to'g'ri ta'minlab beraman. Ham biz oldin bu qusurning o'rnini ko'raylik. Static template mush degan demak bu bekatning olmindaysi shundaqmi template static demak bu uslub hujjati template degani static degani rasm hujjati diskazmani mushkiyaga yo'llangan men buni bilan fason qilib yo'llab o'tay bu yo'llanib qo'yishqa buning unumi qanday ko'rilsa bu oldin sadar o'tdim mana unumi mushu mushtuchi rasmdagi holatda ko'rinadi hamda maqsurmini bir ko'rib masalan static image mush rasmlar shu turdoshlar mush rasmni o'zi xohlagancha almashtirish orqali mush a'zo surdagi boshqa turlarni chiqarishga bo'ldi mush rasmni almashtirsak bo'ldi hamda biz maqsurni qarab baqaylik yo'llab bo'ptimi hamin bostirib o'tamsiz deydi biz dedik chuqur bostirib o'tmasak unum bo'lmaydi buning bo'ldi yo'llanib bo'ldi biz oqibatini bir quruq tozalab o'taylik gunji tizimligidan doimiy belakningmi qoldig'ini tozlaymiz bo'ldi hamda ma'run qarab baqaylik hamda badyan qilsak unumni ko'ra olamiz qaraydigan bo'lsak ma'runga ko'rkamlashib chiqdi lekin men asli biz qilgan turlarning hammasi qatilib oldi qanday qilamiz biz motorlarni elib olsak bo'ladi ma'lum yetarli bo'lganiga undan bo'lsa buni nerni elib o'tamiz jamian shaji ya'ni ko'rinmaysiz tanishiga degandan tez neyron ya'ni ma timi ko'rish beti degan gapku bu timi ko'rish beti ko'ringan ekan oshirib ochdik aytib belgilarning hammasini elib o'tamiz mana shu bayon qilib ko'ringan belgilar shu biz buni oldin qatam oqibat tashlash so'zlab bo'lgan bo'ldi elib o'tdim hamda tejovuz qilayotgandan keyin qayta bir bat yanglab baqay bo'ldi ma'lum bir bat yanglab baqayli mana qaraydigan bo'lsak mana azoqchur go'zallashdi degan gap mush qistirmi shu darsimiz shagicha bo'lsin xayr xo'sh